Assalomu alaykum aziz o'quvchim. Bugun biz kelishiklarni birma-bir qisqa takrorlab o'tamiz. Demak, o'tgan darsda biz bosh kelishik haqida qisqacha ta'riflab o'tgan edik. Bugun esa qaratqich kelishigi bilan davom etamiz. Qaratqich kelishigi o'zbek tilida ning, ot plus ning. Koreys tilida esa ot plus uy holatida keladi, lekin koreyslarda talaffuzda boshqacharoq, ya'ni holatida talaffuz qilinadi. Buni bitta yoki ikkita misol bilan yaxshilab o'rganib olsak bo'ladi. Birinchi misolimiz: bu narsa onamning sumkasidir. Demak, tahlil qilamiz. Avval koreys tilida yozib olamiz. Igosin omma kabangi yeyo. Birinchi igot, bu narsa. Bosh kelishik qo'shimchasi qo'shildi in holatida, sababi patchim borligi uchun. Agar patchim bo'lmagan holatda, ya'ni unli bilan tugagan holatda biz nin holatida qo'shar edik. Buning ikkinchi bosh kelishikning ikkinchi holati ga holatlari ham xuddi shunga mos qoidalarga bo'ysunadi. Demak, omma, ona, ning qo'shimchasi uy qo'shdik, onamning. Lekin talaffuzda esa omma uy demadik, omma kabang bu sumka, yeyo va yeyo holatlari, ya'ni dir qo'shimchalarini eslaymiz. Kabang yeyo patchim borligi uchun. Agar patchim bo'lmaganda, ya'ni unli bilan tugaganda esa yeyo holatida qo'shar edik. Mana qisqacha biz qaratqich kelishigining koreys tilidagi holatini ham o'rganib oldik. Bu qo'shimcha qo'shilayotgan paytda so'zning patchimi bormi yoki unli bilan tugaganmi, buni ahamiyat kasb etmasdan bir xil holatda qo'shiladi. Faqat bu grammatikada bitta istisnoli holat bor. Shuni yodlab olsangiz bas. U men deganda cho va na holatlari, sen degandagi no holatlariga qo'shilganda cho va na holatlari che va ne holatlariga o'zgaradi. Ikkinchi sening degan holatimiz, ya'ni no holati esa ne holatiga o'zgargani bilan koreyslar yuqoridagi ne bilan farqlash uchun, ya'ni mening degan holat bilan farqlash uchun bu ikkinchi holatni ni deb ishlatishadi. Misol keltiramiz. Bu yer mening uyim. Yoginan che yoki ne chibi yeyo. Bu yer sening maktabing bo'lsa, yoginan ni hakko yeyo. Bu mavzuni bir nechta misollar bilan o'zingiz ham mustahkamlab davom eting. Misollarga e'tibor beramiz. Chinguye chegi yeyo, do'stimning kitobi. Ikkinchi misol: Minsuye pangi yeyo, Minsuning xonasi. Uchinchi misolga e'tibor beramiz. Uchinchi misolda o'sha keyingi qoidaga bo'ysungan holda ne nunanin uysa yeyo, mening opam vrachdir. Galdagi misol: ni hyongin uysa yeyo, sening akang vrachmi deb savol formasida ham bitta misol qoldirdim va bundan tashqari o'zingiz ham misollar keltirib o'rganib oling. Igosin che kabangi yeyo, bu narsa mening sumkamdir. Sog' omon bo'ling azizlar.